Ko'zimizni ochib yumishimiz, nafasimizni olib chiqarishimizni o'zi bir mo'jiza. Lekin biz bu mo'jizalarga ishonmaymizda, bu mo'jizalarni xuddiki oddiy holatdek o'tkazib yuboramizda. Ammo lekin biz tashqaridan qanaqadir mo'jizalar yoki natijalar kutib yashaymiz. Natija asli nima bu? Natija klassik psixologiyada bu qaysidir sabab orqali, qaysidir holat orqali kelgan обратный связь desak ham bo'ladi. Ya'ni sabab bor va sababning natijasi bor. O'shanaqa yaxshi natijalarga erishmay qolganimizda biz nima qilamiz? Biz sabr qila olmaymiz. Biz tavakkal qila olmaymiz. Biz kutuvda yashaymiz. Kutuvda yashaganimizdan keyin kimlardandir kutishni boshlaymiz. U ham o'sha biz ishonib olgan butlar aslida. Nima uchun biz insondan kutishimiz kerak? Har bir insonning tanlash huquqi bor. U qorani tanlashi mumkin, biz oq kutayotganda. Bu aslida bizning illyuziyalarimiz, yolg'on illyuziyalarimiz. Insonga shuncha mo'jiza berilsa ham, atrofi to'la mo'jiza bo'lsa ham, yana unutib qo'yadi qanaqa ekanligini. O'sha muhabbat ekanligini, o'zi aslida mo'jiza ekanligini. Chunki inson unutuvchi.